O'zi aslında bu televizorning kuyishine sabab chaqmoq urushi bo'lgan ekan. Navbatdagi televizorimiz TCL televizor bo'ladi. Tok ko'payib kuygan. Birida qirintillari portlab ketibdi. Televizorning blok pitaniyasini remontlab bitgan holatini ko'rsatamiz. ...55 düymlük TCL televizorimiz ham bitdi. Blok pitaniyadan tashqari main platasida DVB-T2 antenna signalini o'xshab beradigan mikrosxemasi ham kuygan bo'lib chiqdi. O'zi aslında bu televizorning kuyishine sabab chaqmoq urushi bo'lgan ekan. Hamma videolarni qo'yishning imkoni bo'lmadi. Dim ko'p video bo'lib ketdi. Shuning uchun qisqa qilib qo'ydik. Kimga shunday xizmatlarimiz kerak bo'lsa, murojaat qilaverasizlar, profilda nomerlarimiz bo'ladi.